Assalomu alaykum, Nasibaxon opa, yaxshimisiz? Sog'misiz, omonmisiz? Ayni daqiqalarda eshitayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroqlar tabrik loyihasi. Siz bilan aloqada ushbu loyiha boshlovchisi Kamina Elmiraxon bo'laman. Opajonim, bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Eshitmayapman, to'g'risi hozir yaxshi. Opajon, bezovta qilib qo'ymadikmi sizni deyman? Yo'q, bemalol gapiravering. Bugun tavallud kuningiz ekan. Shu munosabat bilan sizni tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq, tanu-joningiz salomat bo'lsin. Har bir kuningiz quvonchlardan, baxtlardan iborat bo'lsin. Hayotingiz baxtlarga to'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Bugun yaqinlaringiz sizni tabriklamoq maqsadida bizga murojaat qilishgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu yaqin insoningiz sizga tabriknoma maktublar yo'llagan inson kim bo'lishi mumkin? Voy, bilmayman to'g'risi. Taxmin qilib ko'ring, opajon. Akammi? Aha, ismlari? Ramazon. Mashalloh, juda ham to'g'ri. Albatta, bu Ramazon akangiz nomidan edi. Undan tashqari ota-onangiz Nilufar opamiz, Uroz aka hamda kelinoyingiz Ziyodaxon opamiz, singlingiz Gulchehraxon, Safiyaxon singlingiz va barcha yaqin qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz ushbu ayyom bilan sizni tabriklab qolishgan. Rahmat. Sog' bo'ling. Ana shu chiroyli tilaklarni akangiz nomlaridan o'qib eshittirishimga ruxsat berasizmi? Mayli, bemalol. Marhamat, ijozatingiz bilan. Assalomu alaykum. Mening jonimdek aziz bo'lgan jonajon singlim. Yuzlari nurligim. Onamning yorishgan yuzlariga o'xshagan oy yuzli singlim. Seni bugungi Allohimga banda, Rasulimizga esa chin ummat bo'lgan ushbu quvonchli tavallud kuning bilan tabriklayman jonim singlim. Ilohim umring uzoq, rizqing keng bo'lsin. Martabang ulug' bo'lsin hamisha. Allohim sevgan bandalardan bo'lgin. Mehribonim. Go'zal yuzingga yarashib turguvchi tabassuming hech qachon seni tark etmasin. Go'zal singlim, farishtam singlim o'zimni. O'rtamizdagi mehr va oqibat so'nmasligini Xudodan so'rayman. Rabbimning sevikli bandalari qatorida undan kelguvchi eng go'zal ne'matlar sen ila bo'lsin deyman. Mehribonim, seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Oilamiz baxtiga, oilang, ota-onamiz, barcha yaqinlar baxtiga o'zingni asrab avaylagan. Mehribonim. Jigarin yo'qlashga topadi imkon. Desam yonimda bo'lar o'sha on. O'zi ojizayu tikib turar jon. Onamga o'xshagan singlim bor mening. Dunyoda bormikin shunday jigar? Hatto farishta ham boshini egar. Hovlisini to'ldirib rayhonlar ekar. Onamga o'xshagan singlim bor mening. Yugurar tinchimga xavf solsa bir dard. Taftidan jonimga tushmas sira gard. Bir so'zli vafoli yigitlarday mard. Onamga o'xshagan singlim bor mening. Shu sabab mehr deb so'lmaydi yuzim. Doim omadlardan quvonar ko'zim. Bergan Xudoyimdan aylanay o'zim. Onamga o'xshagan singlim bor mening. Borliging uchun rahmat. Boringga shukrlar bo'lsin singlim deya ushbu tilaklarni sizga yo'llabdilar. Sizni ham akajoningizga aytar qalb so'zingiz bo'lsa marhamat, sizni eshitamiz. Rahmat, kattadan kutmagandim. Umrlar uzoq bo'lsin. Ota-onam baxtiga sog' bo'lsin. Har doim bizning yaxshi kunlarimiz bo'lsin ota-onamiz. Rahmat topib keltiradigan farzand bo'ling. Ilohim. Xursand bo'ldim, yoqdi, rahmat. Sog' bo'ling siz ham. Assalomu Omad. Rahmat, sizga ham omad va muvaffaqiyatlar, baxt va saodatlar tilaymiz. Hayotingiz baxtli daqiqalardan iborat bo'lsin. Mayli, rahmat kattakon. Rahmat sizga ham. Xursand bo'lib ketdim. Doimo xursand bo'lib yuring. Tavallud kuningizni esa a'lo kayfiyatda o'tkazing. Rahmat, chakkanida, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Keyingi tavallud ayyomlaringizda ham siz bilan mana shunday g'oyibona suhbatlashib o'tirib nasib qilsin. Xudo xolisa, mayli, rahmat. Chakkanida. Sog' bo'ling.